Yer sayyorasida juda ko'p suv bor. Yerda taxminan 326 million trillion gallon suv bor. Bu suv doimiy aylanishda u okeandan bo'linadi, havoda yuradi, quruqlikka yomg'ir shaklida yog'adi va keyin yana okeanga qaytadi. Okeanlar juda yirik bo'lib, ular sayyoramizning qariyb 70% qismini egallaydi va okeanning o'rta chuqurligi taxminan 3688 metrni tashkil qiladi. Sayyoradagi suvning qariyb 97% okeanlar ulushiga to'g'ri keladi. Shuning uchun shuncha miqdordagi suvimizdan tuzlanish tufayli ichimlik suvi sifatida foydalana olmaymiz. Tinch okeani sezilarli farq bilan eng katta okeandir. Havza barcha qit'alarni sig'dira oladi. Tinch okeandan keyin kattaligi bo'yicha ketma-ketligi Atlantika okeani, Hind okeani, Janubiy okean va Shimoliy Muz okeanini egallaydi. Yerdagi suvning 3% kamrog'ini chuchuk suv tashkil etadi, ammo sayyoradagi shu suvning taxminan 1,16% suyuq holatda emas, u qutb muzliklarida qamalgan. Yana 0,36% esa suvli qatlamlar va quduqlarda yer ostida joylashgan. Sayyoradagi umumiy suv ta'minotining atigi 0,036% chuchuk suvli ko'llar va daryolarda joylashgan yer usti suvlari ulushiga to'g'ri keladi. Bu minglab trillion gallon miqdor mavjud bo'lgan barcha suv bilan solishtirganda juda kichik ulushni tashkil etadi. Sayyoradagi suvning qolgan qismi havoda bulutlar va suv bug'i sifatida suzadi. O'simlik va hayvonlar tanasida yoki tuproq namligi sifatida yashirinadi. Inson tanasining 65% suvdan iborat. Shuning uchun agar siz 100 kg vaznga ega bo'lsangiz, sizning 65 kilogramingiz suvdir. Suv aylanishi, shuningdek, gidrologik sikl deb ham ataladi. Bu suvning yer yuzasida yuqorisida va ostida harakatini tavsiflovchi uzluksiz va dinamik jarayondir. U yerning suv resurslarini taqsimlash va yangilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Sikl bug'lanish bilan boshlanadi, ya'ni quyoshning issiqligi, okeanlar, daryolar va ko'llar kabi sirt manbalarida suvning suv bug'iga aylanishiga va atmosferaga ko'tarilishiga olib keladi. Keyin bu bulutlarni hosil qilish uchun kondensatsiyalanadi. Shundan so'ng yomg'ir hosil bo'ladi. Bulutlardagi suv tomchilari birlashadi va yomg'ir, qor yoki do'l shaklida yerga tushadi. Bu suvning bir qismi suv oqimi orqali suv havzalariga qaytadi, boshqa qismi esa yerga singib ketadi. Oqimning bug'lanishi siklni yangidan boshlaydi.